Assalomu alaykum. Bugungi darsda ko'pchilikni qiynab kelayotgan muammolardan bittasi, ya'ni kompyuteringizda Windows aktivatsiya degan yozuv chiqib qoladi ko'p holatlarda. Ahamiyat bersangiz, рабочий stolda aktivatsiya Windows degan mana pastda yozuv turibdi. Bu yozuv nima uchun chiqadi? Bizada Windowsda litsenziya yo'qligi sababli aktivatsiya qilgin degan maqsadda bu yozuv chiqadi. Bu yozuvni qanaqa qilib o'chirib tashlaymiz? Hozir shuni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda Telegramga kirib, Ustoz Mahmud kanalidan bu faylni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aktivatsiya qilish uchun mo'ljallangan faylni yuklab olamiz. Demak, yuklashni boshladik. Ana endi yuklab bo'lganimizdan so'ng bu faylni mishkani o'ng tomonini bosamiz va bu yerdan открыть папка с файлом degan joy, ya'ni qaysi papkaga yuklanganini topib olishimiz kerak bo'ladi. Shuni bosamiz. Telegramni yopib turamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. act.zip fayl yuklab olindi. Buni рабочий stolga chiqarib olaman. Mana рабочий stolga ham chiqarib oldik. Bu papkani zip holatda yuklab oldik. Ochishdan oldin kompyuterimizda himoya tizimini o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Windows tugmasini bosamiz. Mana va parametri qismini belgilaymiz. Настройка qismi ochiladi bizda, настройка ekrani. Bu yerdan chap tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Конфиденциальность и защита qismini belgilashimiz kerak bo'ladi. Bu qismini belgilaganimizdan so'ng mana безопасность Windows qismini belgilab olamiz. Demak, bu yerda kompyuterimizni himoya qismi joylashtirilgan. Защита от вирус и угроз qismini belgilab olamiz. Bu qismda kompyuter himoya настройкалari ochiladi. Bu oyna безопасность Windows degan oyna ochilishi kerak bo'ladi. Bu yerdan parametr защиты от вирус degan qismida mana управление настройками degan qismini belgilab olamiz. Va bu ikkita защитасini o'chirib qo'yamiz. Mana dani bosamiz. Yana bir eslatma, agar sizda kompyuteringizda himoya tizimiga qo'shimcha dastur o'rnatgan bo'lsangiz, bu qismini o'rnida sizni o'rnatgan dasturingiz ko'p holatlarda aktiv holatda ishlab turadi. Uni o'chirib tashlashingiz kerak bo'ladi. Endi bu yerni vaqtincha yopib turamiz. Ana endi zip papkamizni oddiy holatga aylantirib olamiz. Buning uchun mishkani zip papkani ustiga qo'yamiz va o'ng tugmasini bosamiz. Va bu yerdan WinRAR yoki извлечь все yoki извлечь fayl degan qismini bosamiz va извлечь tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Parol kiritishimizni so'rayapti. Bu papka parollangan ekan. Paroli 1 2 3 4 va o'q tugmasini bosamiz. Demak, bizda mana zip papkamiz ochildi. Buni ichiga kirsak, ikkita fayl bo'ladi. Bizga 64 raqamli fayl kerak bo'ladi. Buni ishga tushiramiz, ustiga bosamiz va bu oynadan подробный degan yozuvni ustiga bosishimiz kerak va запустить в любом случае qismini bosamiz. Va da tugmasini bosib qo'yamiz. Aktivlashtiruvchi dasturimiz ishga tushdi. Ko'rib turganingizdek, mana aktivировать Windows belgisi turibdi. Shuni ustiga bir marta bossak, kompyuterimizdagi Windows tizimini aktivlashtirishni boshlab yuboradi. Bu biroz vaqt oladi, biroz kutib turishingiz kerak. Chiqqan oynaga da tugmasini bosib qo'yasiz faqat. Ko'rib turganingizdek, aktivatsiya yozuvimiz yo'qoldi. Endi bo'lsa oynalarni yopamiz va himoya tizimini qaytadan yoqib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Ana endi kompyuterimiz aktiv holatda. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.